Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun qanday kun ekanligini ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun eslatib o'taman. Bugun astronomik kun, ya'ni yilning eng uzun tuni. Bugun kunimiz 9 soat davom etadi, tunimiz 15 soat davom etadi. Bu kunni qadimda ajdodlarimiz Sharqda Yaldo kechasi yoki Chilla kechasi deb atashgan, ya'ni Yaldo so'zi o'sha qadimgi Suroniy tilidan olingan bo'lib, tug'ilish degan ma'noni anglatar ekan. Ya'ni bu bilan o'sha quyoshning qayta tug'ilishiga ramziy ma'no beriladi. Ya'ni ertadan boshlab kunimiz uzayib boradi to o'sha 21 martgacha, teng kunlikkacha, kun va tunning tenglash kuniga qadar. Demak, bu kunni buyuk bobokalonimiz Abraham Biruniy, buyuk mutafakkir Abraham Biruniy o'zining asarlarida Milodiy akbar, ya'ni buyuk tug'ilish deb nom berib tushuntirib o'tgan. Xo'p, agar video sizga foydali va yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'yishlarini so'rayman. Bundan-da qiziqarli faktlar yoki ma'lumotlar berib borishda davom etamiz. Rahmat.